Adriatikka o'tganimizdan buyon shu nimamizga bir baraka kirdi-da, tonnamizga. Hosildorchiligimizga ancha baraka kirdi. Adriatikani ekkanimizdan buyon. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bizning kuzatuvchilar. Ana endi Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidamiz, Yorqin akamiz issiqxonalarida. Bu yerda bizda Adriatika pomidor duragamiz ekilgan. Bugun 21-aprel 2026-yil. Yorqin aka, bu Xudo barakasini bersin. 1-fevral kuni ko'chatda ekilgan. 1-fevral kuni ekkanmiz buni. Nima uchun Adriatika? Endi Adriatikani tanlaganimiz bu nima deydi? Bu bir hamma uncha dehqonchilikni tushunmaydigan odamlar ham bu Adriatikani ekib eplab olsa bo'laveradi-da. Chunki suvni ko'paytirib yuborsangiz ham, bunda shunaqangi bir ildiz sistemasi shunaqangi yaxshi baquvvat ekanki, suvni ko'paytirsangiz ham, bo'shtirib yuborsangiz ham, kam suvlikka ham bir bardosh beradigan ekan, duraga ekan. Shuning uchun biz men o'zim shunaqangi deb baho berib, shu Adriatikga qiziqqanimizda o'sha anomal sovuq qachon bo'lgan ana shu 22 dan 23 ga o'tadi. O'shandan buyon o'sha Adriatika ekdik. Arada keyin 1 yil boshqa sort ekib ko'rdik. Qandaydir menga ma'qul kelmadi. Keyin yana qaytib mana ekdik. Xudoga shukr, mana holatlarimiz shu 1-fevralda ekkanmiz. Mana qizarib, Xudo xolasa bir 3-4 kunda terim qilish arafasida turibmiz inshaalloh. Sizga Adriatikani eng ma'qul kelgan tarafi qanaqa? Masalan, rangi, qattiqligi, boshqalar Endi eng ma'qul kelgan tarafi rangi ham o'ziga bir jozibador-da. Mana qarang, mana chiroyli. Mana kipriklari ham hamma yo'q joy-joyida, qattiqligi ham yaxshi. Bu qancha maydon bu yerda? Bitta hozir opshi 21 sotiyda. Bet endi hozir 7 sotiy bitta, qolgan nimamiz nari tarafga hammasiga Adriatika ekkanmiz. Nechta ekilgan? 6000 ta ekkanmiz. Oldingi yillari, masalan, Adriatika ekkaningizda shu yerda taxminan qanchalar, nechta tonnalar hosil olgansiz? Endi tonnasini nima qilib batamom yozmaganmiz, lekin Adriatikka o'tganimizdan buyon shu nimamizga bir baraka kirdi-da, tonnamizga. Hosildorchiligimizga ancha baraka kirdi. Adriatikani ekkanimizdan buyon. Alloh baraka. Shuning uchun shu gibridga qiziqib, Xudo xolasa endi maydonni kattalashtiramiz degan maqsadimiz ham yo'q boz. Eksak, Xudo xolasa faqat shu Adriatikani tanlaymiz endi. Shu mana 3-4 yildan buyog'iga ekib kelasiz Adriatikani. Biror marta virusli yo'q, unaqa narsa yo'q. Mana hozir bunday ko'rsalangan bo'laveradi. Biz o'tgan yili ekkan gibridimizda mana shunaqangi holatda virus tushirib qo'ygandik. Shundan qo'rqdim men. Endi profilaktik virusga qarshi dori-darmonni ham qilmadim emas. Lekin o'sha ekkanimdan men Xudoga shukr unaqa virusga cholingan joyi yo'q-da buni. Buni ekish sxemasi qanaqa bo'lgan bu yerda? Ekish sxemasi mana unimiz hop 120. Buni unaqangisini ko'chatdan arasini 45 ga ekkanmiz. 45 ga ekilgan. Mana 1 2 3 4 5 6 7 da chikanka qilganmiz. 7 da chikanka qilingan. Asosan bu shu Qo'qon bozorlariga sotiladimi mevasi yoki eksportga ham ketadimi? Yo'q, biz faqat shu ichki bozor bilan ishlaymiz. Ichki bozorga? Xudo xolasa tez kunlarda terim. Xudo xolasa shu kunlarda o'z terim qilib yuborishimiz kerak. Endi ishlarimiz nima bo'lib turgani uchun shu 1-2 kun darajada terim qilamiz xudo xolasa. Xudo barakasini bersin. Yorqinjon aka, katta rahmat. Sog' bo'linglar. Ilohim bundan oladigan daromadlarni yaxshi kunlarda ishlatish nasib qilsin. Amin. Ko'rib xursand bo'ldik mana Adriatika pomidorimizni. Yaxshi. Salomat bo'linglar. Sizlar ham xalq xizmatidan hech ham charchamanglar. Rahmat. Ishlaringiz rivoj bersin, darslaringizga baraka bersin. Sog' bo'linglar hammalaring. Xudo barakasini bersin. Katta rahmat sizlarga.